بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين Sizu bizlarni yo'q yerdan xor haqir narsadan yaratib ilm ila aziz qilgan yaratgan Alloh taoloning o'ziga hamd va sanolar. Hayotda yo'lboshchimiz ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun biz yana Navoiyni eslab ko'rsatuvimizni keyingi sonida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Avvalo sizlar bilan didorlashga yetkazgan Alloh taoloning o'ziga beadad shukrlar bo'lsin. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni aziz ustozimiz Yusuf akam Shamshiyev bo'ladilar. Yusuf aka Shamshiyev, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Ustoz, mana shuncha yildan beri xalq xizmatida bo'ldingiz, ijodlar qildingiz. Alloh taolo ijodlaringizga baraka bersin, umringizni ziyoda qilsin. Yana xalq xizmatlarida charchamang ustoz. Bugungi Navoiy haqidagi ko'rsatuvimizdan ko'zlangan asosiy maqsad Hazrat Navoiyni bizdan keyingi avlodlarga, bizdan keyingi shogirdlaringizga, bizdan keyingi farzandlarimizga yetkazish maqsadida bu ko'rsatuvni boshlaganmiz. Amin. Yana bir marta ko'rsatuvimizga xush kelibsiz aka. Rahmat. Yusuf aka, Navoiy hazratlari haqidagi bir ikki og'iz fikrlaringizni eshitsak. Rahmat Nishotbek. Bobomiz Navoiy hazratlari Xamsa asarini tugatganda Shoh Husayn Bayqaro Navoiy bobomizni o'z otlariga mindirib butun Hirotni aylantirgan ekanlar. Rahmat. Sizdan mana bilmaganlarimizni, Navoiy haqida bilmaganlarimizni mana muxlislar bizdan mana o'rgandik aka. Rahmat. Navoiy hazratlari Xamsa asarini ham ma'naviy ham moddiy foydasi tegadigan qilib yozgan ekan. Butun dunyoga Alloh hazratlaridan o'zi rozi bo'lsin. Endi muxlislarimiz kutganidek, har doim kutilganidek, endi navbatda qo'shiqqa bersak, bir Navoiy hazratlaridan, g'azallaridan bir qo'shiqlar kuylab bersiz aka, marhamat.
Gallum bosh ladi halam duriye Şabayla yarimem canimem şirin yarim hayvaya Keyzari Barakaş ana şılmersiz ne çıktı sana ana vay Aldım ağla aytar al Mayıl mayli cevap eylemem Yarimden canimden şirin yavrum hayvaya anin kim et gayvasli qsishramat tuni bundağı Tersin ta Himaşgal Terk Havbel Avidik Tersin ta Himaşgal Terk Havbel Rahmat ustoz, judayam go'zal ijro, nafaslaringizga ko'z tegmasin. Alloh rozi bo'lsin. Iloyim Navoiy g'azallarini davomiy aytib yurishlik hammamizga nasib etsin. Bugungi ko'rsatuvimizga qilgan pay qadamingizga rozi bo'lasiz. Avvalo buni buyog'i yana ko'rsatuvlarimizni davomli bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Muxlislarimizga ham yana ustoz Yusuf akamlar, ustozlardan yana chiroyli ko'rsatuvlar qilishligimizni kutib qolamiz. Bularda Alloh taolo sog' salomatlikda keyingi ko'rsatuvlargacha hammamizni Allohning panohida bo'lishlarini tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Rahmat, hammanglarga sog' va salomat bo'linglar.